Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugungi sanamiz 1-iyul 2026-yil. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'zimning xonadonimda yangi nav bu. Ukrainalik seleksioner Kaluginga avtori Kalugin. Nomi Paslanik. Bu meni xonadonimda bu yil yangi 1-yil nishoni hosili. Mana do'stlar, hosilni ko'ramiz mana. Ana do'stlar, donni qaranglar, yirikligini. Don bomba. Juda yirik don. Bu nishona hosil bu yilgi. Mana yana tepada. Rangi ham juda chiroyli. Donim o'ta karsildoq. Yeganda karsillaydi. Mana tepada ham bor. Bular 1-yilgi nishona hosillar bu yil. Donlari 1,5 kilogacha bo'ladi. 700 gram 1,5 kilogacha bo'ladi. Pasta ham bor mana. 5-6 bosh hosil qildi bu yilgi. O'tgan yili mana shu yerdan payvand qilingan mana. Qilingan joyi, payvand joyi. Mana o'sishganini ko'ring mana. O'sishi juda kuchli, kaltak surishi. Ko'paytirsa bo'ladigan sort. Mana u yondagi buba mana. Bubani ham doni o'ta yirik. Hali yiriklashadi yana bu. Kech pishar buba. Bu mana buni ko'ring mana. Paslanik. Hamma erta pishar. Bozorga olib chiqsangiz bozorda to'xtatib qo'yadi bu uning cho'zimlarni. Qarang. Yana bir hafta tursa juda shirin bo'lib pishadi. Bu hozir mana ularda olib yesa ham bo'ladi, o'sha pishgan bu. Qancha tursa shuncha shirinni ortaveradi. Shakar miqdori ortaveradi. Bu hali yana bir obzor qilamiz. To'liq pishib bo'lgandan keyin. Mana bitta donni oldim. Mana donni qarang. Juda yirik don. Bu bola solishtiradigan bo'lsak, do'stlar. Hozir buni karsilashni ham bir eshitib ko'ramiz. Qanday ekan? Ishlarini ko'ramiz, doni nechtaligi. Bismillah. Mana 4 dona urug' bor ekan. Urug'lar hali yetilib pishgan yo'q. Lekin mana o'ta qattiq mana qisayapman mana. Qarang. Suv tomchilayapti endi. Go'shtlik, o'ta go'shtlik. Yegan odam ham maza qiladi. Buni bemalol ko'paytirsa bo'lar ekan. Katta joylarga ko'paytirsa yaxshi natija beradi. Mana avatarlarimiz. Avatarlar ham rang olib qoldi anchagina. Rang olishni boshladi mana do'stlar. Avatarlarimiz. Mana yana. Hammasi rang olishni boshladi avatarlar. Endi buni hozir pastlaringda etyud ham bor, erta pishar. Etyud bilan solishtirib ko'ramiz, qanday bo'lar ekan kattaligi. Hozir bir dona olib etyudga solishtiramiz. Mana bu do'stlar etyud mana. Etyud ham ancha rang olib qolgan. Bu ham erta pishar. Nav etyud. Hozir mana buni ko'ramiz. Bular ham bu yilgi 1-nishona hosil mana. Do'stlar, etyud. Mana paslaning donini olib keldim mana. Do'stlar, mana bundan ham etyuddan ham bitta olay. Mana. Bunisi etyud. Bunisi paslanik mana. Farqini qarang. Lekin etyud ham doni yirik uzumlardan. Menda balki bir yil sal kichkinaroq bo'ldimi? Unaqa ham kichkina emas, lekin paslanik yonida kichkinaroq. Mana etyudlarimiz ham hosil solgan. Anchagina hosili bor. Bu yil 1-yilgi nishona hosil bular. Etyud.
Tornado ham bor. Tornadoni ham hozir bir ko'rib o'tamiz. Tornado ham yaxshi sort. Yaxshi nav. Bu ham Kalugin sortidan, navidan. Mana Tornado do'stlar. Mana bular Tornado. Rang olib qoldi. Aytdim, ancha rang olib qo'ygani bor. Bundan ham bitta donni ko'ramiz. Bu ham qattiq. Yeganda kastillaydigan. Bu ham. Mana do'stlar. Tornado. Bu bitta. Biz olamiz. Mana bu Tornado. Mana etyut ikkalasi. Mana bu mana paslanlik. Do'stlar mana. Tornado, etyut, paslanlik. Uchalasi ham Kalugin avtori. Ukrainalik seleksioner Kalugin. Mana do'stlar. Lekin uchalasi ham yaxshi sort. Erta pishar. Yeganingizda dona karsillaydi. Kaltak surishlari ham yomon emas mana. Do'stlar mana. Tepaga ketgan mana. Ikki tomonlama shpalera bu. Yangi shpaleramiz bu mana. Bular hammasi yilgi nishona hosillar. O'tgan yilgi paymatlar do'stlar. Videolarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like tayyorlaysizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha